Aha, ana tezroq o'tib oling. Voy, jonim ketdi, mayli ishqisi yo'q. Voy. Uf. Voy, uchib ketdi. Voy. O'zimizni bolalar shu yerda ekan. Wow, barcha-barchalaringizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Vaziruz. Bugungi videoda ukam menga to'siqlar quribdi, shundan o'tib ko'ramiz. Endi esa boshlaymiz. Endi esa mana bundan o'tamiz. Oppa. Ana o'tib oldik. Bu juda qiyin ham emas amali. Endi esa meni real juda qiyin emas ekan. Voy, mana parkur meni yoqtiradiganim. Voy, shu yerdan ham o'ta olmadim men. Amali chiqsa yo'q esa endi esa boramiz. Endi ana bitta krisal ketdik-da, mayli chiqsa yo'q. Endi deb boryapman, mayli chiqsa yo'q. Ana bunda ham o'tdik. Endi bunga sakraymiz. 2 3 ana endi esa 4 ana bitta o'tirib olib o'rtga suramiz. Endi 5 va eng so'nggisi 6. Endi esa 3-chi to'siqni o'tamiz. Bizda ketdi. Bolalar, endi esa bundan o'tamiz, o'tib olamiz. Endi esa mana bunga sakraymiz. Yana bitta kirisaman, juda kirisaman. Amali chiqsa yo'q. Bu nima? Slime va tepaga bo'ldi, tushundim esa. Endi esa buni ham qilamiz. Pastda bitta nima ilonmi nima yurayapti. Amali chiqsa yo'q. Mana buni ham o'tamiz. Endi esa va sakraymiz. Endi esa ukam nima? Qo'lim yetmayaptimi? Ukam yoki noto'g'ri qo'ygan yoki qo'lim yetmayaptimi? Toshni 3 daraja tez sindiraman. Men Hulkman, kommentda yozib qoldiringlar. Aytgincha sizlar BMW yoki Mercedes kommentda yozib qoldiringlar. Men pastga tushish kerak. Buning uchun uzr so'rayman. Ukam noto'g'ri qo'ygani uchun amali chiqsa yo'q. Endi esa o'tamiz. Endi buni ham olamiz. Amali ana olyapmiz. Endi esa yana blok olish kerak. Amali blok olaveramiz. 1,5 jon 2 deyapmanmi amali. 13 ta blok yetarmikan amali chiqsa yo'q. Endi esa tepaga ko'taramiz. Nima bo'lsa ham shu mening jahlimni chiqaryapti. Gapira olmayman-da video payti. Amali chiqsa yo'q. Endi esa buni ham qo'yib olamiz. Qo'yib olamiz. Bitta blok qoldi. Bittasini ana shu yerga qo'yish kerak. Bunda ham yetmayaptimi qo'lim? Amali chiqsa yo'q. Ukam noto'g'ri qo'ygan. Ana endi esa buni ham sakraymiz. Bunga qanaqa sakraymiz? Amali chiqsa yo'q. Endi nima bo'ldi? Amali chiqsa yo'q. Ukam noto'g'ri qo'yibdi-da. Endi esa pastdan tushib bloklar olib keldim mayli. Shuning uchun videoni qisqartirib qo'ydim. Amali chiqsa yo'q. Bu juda noto'g'ri. Obunachilar to'g'rimi? Shuning uchun buning uchun uzr so'rayman. Videoga like bosib kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Sen xalaqit beryapsan? Sen oppoq negr nega xalaqit beryapsan? Amali chiqsa yo'q. Buni ham qo'yapmiz. Tushib ketdi. Amali chiqsa yo'q. Buni ham qo'yish kerakmiz. Bunda kamon bilan o'qlar bor ekan. Mana nima qilamiz? Ana unga o'rtasigami? Mana bitta, mana ikkita. Tegdimi? Borib ko'ramiz. Endi esa borib ko'rdik va tegmabdi. Voy, bala bo'lmabdi-yu bu. Amali chiqsa yo'q. Bu ukam deganlari bu qanaqa bu? Negr. Ukam o'zi negr-da, negr. Negr bo'lgani uchun o'zida negr narsalarni qo'ygan. Tosh negrmi? Kommentda yozib qoldiringlar. Sizlar BMW yoki Mercedes? Buni ham kommentda yozib qoldiringlar. Cho'ta nerealni nega tegmayapti? Men mergan emasman. Amali chiqsa yo'q. Endi esa buni ham o'tamiz. Tegdimi? 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 Voy, uzr. Menga farq yo'q. Biz unda marraga olg'a. Marragada 5-6 qadam bosamiz. Qadam va nihoyat marraga yetib keldik. Nima sizlar bilan Vaziruz bo'ldi. Endi esa ukamni qo'ygan narsalarni ko'ramiz. Akam uchun sovg'a. Bularni qarang. Izmurudlarni qaranglar, bunachilar. Ukam bu yarashaga 27 ta
Izmurod Began nima sizlar bilan vaziruz bo'ldi. Videomga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr obunachilar.